Do'stlar, hammaga assalomu alaykum va nihoyat uzoq kutilgan vaqt men YouTube'ni boshladim va YouTube'imdagi birinchi videom nima haqida bo'ladi? P2P'da qanday qilib pul ishlash mumkin va P2P qilishda qanaqa qiyinchiliklari bor, shu haqida informatsiya berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin kelinglar tanishib o'tamiz. Mening ismim Samoydon, yoshim 21 da va Rossiyada bir nechta bizneslarim bor. Rossiyada ishimni olib boraman, производство, maktab biznesi va arbitraj, P2P bilan ham shug'ullanaman. Ushbu sohani men sizlarga nima uchun YouTube'da bo'lishga qaror qildim? Chunki juda ham ko'p insonlar, juda ham ko'pchilik O'zbekistonda trading haqida kurslar sotishadi, forex haqida kurslar sotishadi, akademiyalar ochishadi va bularning hammasi kerak emas narsa, bo'sh narsa. Bizga ochiqchasida aytib berilmagani uchun shu narsalar odamlar kurs qilib, akademiya qilib, shu narsani sizlarga aytib tushuntirishga harakat qilishadi xullas, чтобы sizlar pul berib o'rganishlaring uchun. Men esa YouTube kanalimda sizlarga to'liq pashaga va qanday qilib o'zi kriptovalyuta nima, kriptovalyuta qanday ishlashini, bычий рынок nima degani, o'sha medvejий рынок nima degani, qaysi u trend, ni trend, meme coin nima, arbitraj P2P, arbitraj base karta, hammasi xullas hamma yo'nalishlarni men sizlarga kanalimda hammasini kichkina videolar qilib chiqarib bo'lishib boraman. Sizlardan faqatgina like, podpiska va kommentariy. Demak, videoni boshlaymiz. P2P o'zi nima? O'zi P2P so'zini perevodi peer to peer. Bu degani bir kishidan sotib olasiz va ikkinchi kishiga sotasiz. Xullas, banksiz, faqatgina sizni подтверждение, sizni xohishingiz bilan hech kim aralashmaydi sizdan va sotib oluvchi yoki sotuvchidan tashqari. Bu juda ham qulay. Nima uchun qulayligini video davomida tushuntirib boraman. P2P'da kimlar ishlab biladi? Hamma ishlab biladi deb o'ylayman. Agarda sizda telefon bo'lsa va telefoningizda internet va birjalar bo'lsa, o'sha birjalar bilan foydalanib bilsangiz, xohlagan joyimdan ishlab bilamanmi? Agar klassический P2P bilan shug'ullansangiz, bu degani kartaga pul tashlaysiz, kartadan o'zingizning kartangizga pul keladi, USDT sotasiz. Shunaqa klassический P2P bilan shug'ullanaman desangiz, sizni shahringizda, yashab turgan joyingizda ofitsialniy birjalar bo'lishi kerak. Misol uchun, Moskvada Moskva birjasi bor va bir nechta yana birjalar bor USDT sotib olish uchun, yoki USDT sotish uchun. O'zbekistonni olsak agar, O'zbekistonda Toshkent shahrida ofitsialniy birja bor. Siz Toshkentdan turib P2P bilan ishlab bilasiz. Va yana ham bir qulay narsa, Telegram Wallet degan narsa chiqqan. O'sha bilan ham P2P qilish mumkin. Telegram Wallet orqali USDT sotasiz, kartangizga pul keladi yoki USDT sotib olasiz va kartangizdan pul jo'natasiz. So'm yoki Rossiyada bo'lsangiz rubl. Telegram Wallet haqida menda отдельно Reels bor, Instagramga kirib ko'rishingiz mumkin. Arbitraj P2P'da men ishlashim uchun necha pul kerak, yoki necha pul bilan boshlashim kerak desangiz, minimum $500 yoki $1000 bilan boshlasangiz arziydi. $100 bilan boshlasa bo'ladi. Hech qanaqa ограничение yo'q. Sen $10 bilan boshlaysan, $50 bilan boshlab bilmaysan, $100 bilan boshlab bilmaysan degan narsa yo'q. Любой summa bilan boshlasa bo'ladi, faqatgina sizni komfortingizga bog'liq. Misol uchun sizda $500 bo'lsa va siz bir kunda o'sha $500 ni 10 marta aylantirsangiz, $5000 оборот qilgan bo'lasiz. O'sha $5000 dan siz sof 5% ishlaysiz. Ya'ni $250 pul ishlagan bo'lasiz. Ya'ni $5000 оборот qilsangiz bir kunda 5% $250 sof pul ishlagan bo'lasiz. Men esa bir kunda o'rtacha $10000 оборот qilaman va bir kunda $300 dan $500 gacha foyda qilaman xullas. Arbitraj P2P'dan atigi bir kunda 4-5 soatimni ajratib. Demak, asosiy mavzuga ham keldik. Qanday qilib P2P qilishim mumkin? Nimadan foydalanishim kerak? Kelinglar boshlaymiz. Bizga kerakli bo'lgan narsa birja, telefon, internet. Telefon orqali Bybit, Hobby yoki Binance birjalarini установить qilib olishimiz kerak. Установить qilganimizdan keyin biz verifikatsiyadan o'tishimiz kerak. Registratsiya qilamiz, pochtani yozamiz, verifikatsiya qilganda pochtani yozasiz, keyin parol o'ylab topishingiz kerak va zaregistrироваться knopkasini bosasiz. Kirganingizdan keyin siz birinchi o'rinda qilishingiz kerak bo'lgan narsa verifikatsiyadan o'tishingiz. Agar verifikatsiyadan o'tmasangiz, Binance, Bybit yoki Hobby yoki boshqa birja sizga hech qanaqa ish qilishi birjada bermaydi dostup. Verifikatsiya bu birinchi o'rinda. Verifikatsiyadan o'tishimiz uchun bizga pasport kerak bo'ladi va birjaning ichida
kerakli joyini bosishimiz kerak. Birjani o'zi bizga taklif qiladi verifikatsiyani o'tgin deb, yoki bizani o'zimiz nastroykaga kirib, profilga безопасностьni bosamiz, пройти верификацию degan knopka chiqadi. Kiramiz, пройти верификацию qilamiz. Birinchi o'rinda bizdan ism, familiya, qaysi shahardansan, pasportni danilari, shu narsalarni so'raydi. Ularni to'ldirib bo'lganimizdan keyin bizdan pasportni rasmga olib jo'natishni so'raydi. Rasmga olib jo'natamiz va 3-rasm bu yuzimizni ko'rishimiz kerak. Ya'ni pasportni ushlab turib, o'zimiz pasport bilan rasmga tushishimiz kerak bo'ladi. Shuni qilganimizdan keyin birja bizga aytadi, 24 soat ichida senga statusini aytamiz. Verifikatsiyadan o'tildi yoki o'tilmadi. Demak, davom etamiz. Verifikatsiyadan o'tganingizdan keyin безопасность masalasi bo'yicha, ya'ni kimdir vzlom qilsa-chi, kimdir pochtamizni olsa-chi, kimdir akkauntimizni olsa-chi. Eng zo'r narsa безопасностьda biz pochta подтвердить qilishimiz kerak, nomer telefon подтвердить qilishimiz kerak va eng asosiysi biz двухэтапный autentikatordan o'tishimiz kerak bo'ladi. Keyingi videoda men to'liq tushuntirib obzor qilib beraman. Xullas, hozir men shunchaki ba'zi va tushuntirib beryapman. Davom etamiz. Bizda birja bor, internet bor, telefon bor, verifikatsiyadan o'tilgan, безопасность hammasi zo'r. Endi ishni boshlasak ham bo'ladi. Birinchi o'rinda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa USDT sotib olishimiz kerak. USDT bu dollar. Misol uchun hozir Rossiyada dollar 100 bo'lsa, misol uchun 100 rublga 1 dollar bersa, birjada ham xuddi shunaqa 100 rublga bitta USDT beradi. Ya'ni bizda hozir dollar qanaqa bo'lsa, kurs bilan hisoblanadi. Birjada ham USDT xuddi shunaqa narsa. Qilishimiz kerak bo'lgan narsa P2P degan razdel любой birjada bor. O'sha P2P degan razdelga kirganimizdan keyin создать объявление, создать ордер или купить USDT, продать USDT. Xullas, sotib bilamiz, sotib olib ham bilamiz. Va shundan qanday pul ishlasa bo'ladi, hozir men sizlarga tushuntiraman. Ko'pchilik birjada USDT sotadi balandroq kurs bilan. Menga misol uchun yoqmaydi, uzoq yo'lga borib, официальный birjadan USDT sotib olib, ularga nalichka to'lab, bu vaqt ketadi. Da, kattaroq summa bo'lsa, men shunaqa qilaman. No, kichkina summa $500, $1000 yoki bundan ham kichkina summa bo'lsa agar, Telegram walletda ham biz USDT sotib olishimiz mumkin. Bu vasha osonroq birjadan sotib olishdan ko'ra, chunki birjadan siz verifikatsiya qilishingiz kerak, registratsiya qilishingiz kerak, pochta, nomer подтвердить qilasiz, uni двухэтапкасini настроить qilasiz. Xolos, ishlari ko'p. A Telegramda просто kirdingiz, Telegram walletni ochdingiz, kupit USDT qildingiz, o'sha kupit qilganingizdan keyin bankini beradi, bankiga rubl tashlab berasiz, yoki so'm tashlab berasiz, sizni shotingizga USDT tashlab beradi. Bo'ldi, o'sha USDTni siz sal qimmatroq sotasiz. Lekin bitta siri bor, ko'pchilik aytmaydi. Hamma sotuvchilar 2%, 3% dan boshlab 5% gacha qimmatroq sotishadi. Telegram walletda, birjani o'zini ichida, Bybit birjasi, Binance birjasi, Huobi birjasi, BinX, MEX, xullas hamma birjalarda 2% dan 5% gacha qimmatroq. Nima uchun? Chunki ularni o'zlari официальный birjadan bo'lib, nalichkadan sotib olishadi. Hozir men USDT sotib olmoqchi bo'lsam, men Moskva Cityga boraman, официальный birjaga zaявка qoldiraman va kursni ko'ramiz qancha hozir. Kelinglar. Telegram kanaldan men botdan tekshiraman. Kursni kiramiz va kursni bosamiz. Kurs hozir bizada 97.4 rubl kupit. Agar sotib olaman desangiz 97.4 rubl, sotaman desangiz 97.15. 97.4 dan bular sotyapti. Misol uchun 97.4 dan men 100,000 rublga sotib olmoqchiman. Menga 1026 USDT, ya'ni 1026 dona USDT tashlab berishadi. Endi Bybitga o'tamiz. Bybitga o'tganimizda P2P mana bu yerda ishcha bor. P2P razdelga o'tamiz. Bular necha puldan sotishyapti? Покупка USDT. Biz kiramiz покупкаga. 97.4 rubldan hozir birja sotyapti. Men misol uchun 100,000 rublga sotib olsam, 1026 dona USDT sotib olgan bo'laman va ushbu USDTni men Bybit, Telegram wallet или Binance akkauntlarimdan объявление yaratib 101 dan или 102 dan sotaman. 1026 USDT bor. 103,626 rubl pul bizga keladi qaytib. Agar biz 101 dan sotsak va bundan o'zimizni pulimizni minus qilamiz. 3626 bitta krugdan ishlagan bo'lamiz. Bu bitta krugdan va xuddi shunaqa agar bu $1000 ga bo'lyapti hozir. Men aytayapman, bir kunda agar $10,000 оборот qilsangiz, ya'ni bu narsani 10 marta aylantirsangiz, siz 36,226 rubl pul ishlagan bo'lasiz sof bir kunda.
ya'ni 3-4 soatingizni yo'qotib, da 100 ming rubl depozit bilan, ya'ni $1000 depozit bilan bu qiyin 10 marta qilishingiz kerak. Agar sizda $5000 depozit bo'lsa, atigi 2 marta qilasiz krug. Ya'ni bir marta $5000 ga sotib olasiz, uni polностью sotasiz, yana bir marta borib $5000 ga sotib olganingizdan keyin yana uni o'tirib to'liq sotasiz. Ya'ni 2 marta krug qilasiz va siz sof 36260 rubl, ya'ni bu $360 примерно $350 примерно pul bo'ladi sof bir kunda. Menimcha yomon emas. Kelinglar, men sizlarga buni minuslarini ham aytib o'taman. Kelinglar, endi minuslardan boshlaymiz. Hamma narsada ham plus yo'q. Albatta minus tomoni ham bor. Birinchi o'rinda qanaqa risklari bor desangiz, risk bu sizni kartangiz bloklanib qolishi. Rossiyada bu juda ham katta problema. Kartaga pul tushadi. Kunida 500 ming, 600 ming oborotdan keyin karta bloklanadi. Sberbank, Tinkoff oldinlari 5 million, 10 milliongacha bir oyda chidab berardi oborot. Tinkoffdan 2,5-3 milliongacha, balkim 5 milliongacha ham chidab berardi oboroti. Qolgan kichkina banklar, VTB, Alfa, Raiffeisen banklar 1 million, 1,5 milliongacha chidab berardi. Hozir unaqa emas. Hozir maksimum Sberbank, Tinkoff 1 million, 2 milliongacha chidab beryapti. Undan keyin bloklanib qolyapti. Da, karta bloklanib qoladi. Bu degani, "Всё, menda boshqa dohod yo'q, men P2P qila olmaymanmi?" Yo'q, unaqa emas. Bizada boshqa kartalar bor, boshqa insonlarning kartasini olib ishlatishimiz mumkin. No, buni ham dogovor asosida to'g'ri qilishimiz kerak, чтобы u inson bizga kartasini berganda rozichiligini berib, ishlatishimiz uchun kartasini ishlatib, qaytib qo'liga beramiz. Lekin karta bloklanib bo'lganidan keyin men pulimni olib bilamanmi? Albatta olib bilasiz. U uchun siz bank ofisiga borasiz. Bizani misolida olsak, Sberbank ofisiga borib, aytasiz, "Meni kartam bloklandi, nalichka pul beringlar." Yoki pulni menga chiqarib beringlar xullas. U aytadi, "Kartangizni ocha olmaysiz boshqa, no biz sizga nalichka beramiz." Siz "Хорошо, men nalichkani olaman, bo'ldi, ketaverasiz. Boshqa Sberbank ishlata olmaysiz." Mana shu bitta minuslardan biri. Ikkinchi minus tomoni kurs tushib qolishi. Misol uchun men sizlarga hozir ko'rsatsam, kurs 97.4 turibdi. Men kurs 97.4 ga sotib oldim va kechga borganda kurs 95 bo'lib qoldi. Ya'ni bu degani men 2.4% minusga ketdim. 94 bo'lib qoldi. 3-4% men minusga ketdim degani. Ya'ni 100 ming rubldan 3% men 3,5 mingmi, 3600 minusga ketdim degani. Minus hamma yoqda ham bor, risk hamma yoqda ham bor. Bu narsa bo'lmasligi uchun biz har doim kursni qarab turishimiz kerak. Kurs kechga kelganda tushadi, yoki qaysi vaqt ko'tariladi, qaysi vaqt tushadi. O'sha moment tushgan vaqtda kattagina summaga sotib olib, qolgan vaqt ko'tarilgan vaqtda sotamiz. Bu narsa plusi ham bor. Misol uchun agar kurs 94 ga tushib qolsa, hozir 93 ga tushib qolsa, men misol uchun borib $10,000 ga sotib olaman USDT. Va uni o'tirib men sotaman. Qachonki kurs 100 bo'lsa. Chunki bilaman 1-2 kundan keyin kurs 100 bo'ladi. Agar men 94 dan sotib olsam, 100 da sotsam, 6% ishlagan bo'laman. $10,000 dan 6% bu $600 sof. Ya'ni 2 kun chidab sof $600 ishlasam, bu yomon emas. Xuddi shunaqa qilib Telegram walletda ham ishlatsangiz bo'ladi va birjalarda ham P2P qilsangiz bo'ladi. Xullas, bu bizada P2P klassический P2P deyiladi. Ushbu uslub, shundan pul ishlashingiz mumkin. Faqatgina to'g'ri qadam-qadam qilib bilsangiz. Buni yana bir zo'r yo'li bor. P2P base card. Bu qanaqa qilinadi? Bu haqida men отдельно katta выпуск qilaman. Hozir qisqacha tushuntirib beraman. P2P base card bu ham arbitraj usuli. Misol uchun biz klassический P2P qilsak, bu narsa base cardda, bu yerda karta bloklanishi yo'q, bu yerda limit yo'q, hech qanaqa minuslar yo'q. Faqatgina o'tirib ishlab bilish kerak bo'ldi. Va internet juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Qanaqa qilinadi? Misol uchun juda ham ko'p birjalar bor. Sentralizovanный birjalar va desentralizovanный birjalar. Misol uchun MetaMask, Trust Wallet, Phantom degan kошелёklar bor. O'shalarda ulagan birjalar bor, desentralizovanный birjalar. O'sha joydan sotib olamiz, monetlarni arzonroq birjaga, основной birjaga o'tkazib sotamiz. Bu qanday ishlanadi? Misol uchun men Phantom kошелёgiga kirib, deylik, oddiy misol Bitcoin 96 bo'lganida Binance'da Bitcoin 97 или 96.5 turibdi. Men kirib sotib olaman 96 dan, o'tkazib 96.5 dan sotaman. Ulgurishim kerak ushbu svязкаlarni ushlab olishimga. Ya'ni arbitraj base card xuddi shunaqa qilinadi. Biz bitta birjadan sotib olamiz, ikkinchi birjaga o'tkazamiz va sotamiz. Yoki biz sentralizovanный birjadan sotib olamiz, desentralizovanный birjaga o'tkazib sotamiz. Xuddi shuni orasida foiz qoladi. 1% dan 2-3, balkim 4% gacha qolishi mumkin. Bu haqida agarda sizga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Men отдельно katta video, katta выпуск qilaman. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kommentariyaga savollaringizni yozib qoldiring. Qanaqa mavzularga video qilishimni xohlagan bo'lardingiz? Albatta men keyingi videolarda siz bergan savollaringizga javob berib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha